Hi everyone, welcome to the Language Training Center, New Concept English Video Classroom. And today we will learn New Concept English Book 2, Lesson 20. Assalamu alaikum arkadaşlar. Bugün hem de şu yeni okum İngilizce ikinci kısım 20. dersini öğrenmekçi. Andaqda ders başlaştığım burun biz şu aldığımız dersimizde, derslerimizde sözlengen bazı mühim boğan noktalarını bir qetim tekrarlab etgenden keyin ondan ekan ikinci nima kelsak. Xo'sh, amsa ma so'zlarni o'zinglar bir tepib qilinglar. Qaranglar. Okay, so if you want to have a drink, you will probably go to okay. Agar sizning bir narsa ichgingiz kelib qolsa, masalan wine or beer or some water or something, so we will probably go to siz balkim naga borsiz? Naga? You may go to, or you will probably go to pub. Okay, pub. And the pub deganimiz nima arkadaşlar? Public house degandan keyin nimasi qisqartirilmasi. Qisqartirilmasi demekçi meyxana. Meyxana. Shunami? Okay, hamda ikincisi qarasang nima? If you have a pub, you are, agar sizningki bir meyxonangiz bo'lsa, sizning bo'lsa vaqtda, you are the landlord. Demek siz aşınınki ilgisi. Landlord. Aş dükkanın ilgisi. Yaki oyunun ilgisi. Alright, look at the number 3. You know, before you leave the pub, you have to pay. And şu meyxandan şu yap bolgandan keyin, tamaqınızı yap bolgandan keyin, bir şeyga ayrılışdan burun nimin төлüşüңiz керек? You have to pay the bill. Okay. Bill degan hisobot. And the pay the bill deganimiz hisobot qo'yish. Yoki shuniki tamaqning pulini to'lash degan gap. Pulini to'lash. Nima? Pay the bill. Bill. Okay. All right. Next one is number 4. You know, before you go into the movie theater, you have to go to agaramda shu kinoxonaga kirishdan burun siz nega berishingiz kerak? You have to go to a ticket office. Okay, and the ticket bilet office. Demek şu bilet setiş orniş, nama? Yani bilet şansı. To buy the ticket. Kanda bilet seti alğanı barsınız, nama? Demek hem de ticket office, bilet setiş şansı, bill deganimiz hisabatı, yak talını, landlord, dükkanın ilgisi, yak oyunun ilgisi, pub. Okay, pub. Okay, hamda qaranglar, hamma resimlardagi birinchisi nima? Is hurry. Okay, hurry. Night, oldirab, soldirab, shunami? Hey, hurry up. And the hurry up bo'lsa nima desangiz? Hurry up. Chapsaraq bo'ling. Tezroq bo'ling, shunami? Hurry up. Okay, and the keyingisi return. Okay, hamda bilet olgan biletni yana keyin qaytarib bersangiz nima bo'ldi? Bu return bo'ladi, Return deganimiz nima? Qaytarma. Return. Okay, what about this? Exclaim. Yuqori ovozda qanday qilish? So'zlash. Yuqori ovozda gap qilish. What about that? Okay, sadly. Okay, bichara poor cat looks so sadly. Bek ko'ngli yerim parishon ko'rindi. Shunami? Demak, hurry, return, exclaim, keyingisi nima? Sadly. Okay, sadly. Sağlaşta qaranglar. Anda bu şəriki biz oldingi darslarimizda shu have'ninki grammatikalik ishiltish ustida to'xtalgandik. Masalan, shu vaqtlarni farqlantirishda bo'lab bo'lgan ikki ish yoki ikki harakatni farqlantirishda qanday qilmaymiz desanglar, birisiga ko'chuvchan ishiltiq. Shunami? O'tgan, putgan zaman. O'tgan zaman degan o'tganning o'tgini. Demakchi, o'tgan zamonda ish kuch yuz berdi. Buning birisi burunroq tutib bo'ldi, yana birisi qanday desanglar keyin bo'ldi. Demak, ikki desa o'tgan zaman, birisi o'tganning o'tgini. Masalan qaranglar, after I had lunch at a village pub, I looked for my bag. Okay. Endi bu yerga birisi so'mkamni izladim, yana birisi tush tomoq yedim.
Demek hem de çüşlük tamak yiyiş bilen somkısını izlişe kaysı buru yüz beri, kaysı ki yüz beri degen manada dikkat saklamayı sana. After I had lunch at a village pub. Demek hem de men bu şu izininki bir meyhanada tamak yiyenden keyin avval gap bo'ldi shunama, ma gap bo'lishdan iborat bu şirket tamamlab bo'ldi. Nimadan burun? I looked for my bag. Men somkamni izlashdim burun. Demek avval izlab, keyin qanaqa qildi desam, yo'q, avval tamoq yeb bo'lib, keyin izladi. After I had lunch at a village pub, I looked for my bag. Okay, and maca, did you have a good meal? And the yerga happening ki yemek, içmek, şu eat bilan o'xshash. Did you have a good meal? Naytı Xeli bir obdan tamak yedingizmi, obdan gıza aldingizmi? Yoki şu bir gızaingizdan bir zo'q aldingizmi, bir huzur aldingizmi? Naytı bir tetidimi tamak biz deb qo'yamiz-ku hamda. Oy tamak xeli bir tetidimi? Mesela mehmonlar chaqanda, did you have a good meal? Oy tamak bir tilinglarga tetidimi degandek. Endi shu bir nima so'z edi, sanlar bir so'z. Yes, but I can't pay the bill. Okay, biroq men qanaqa qilmayman? Hisobot qilmayman. Nima? I haven't got my bag. I have got deganimiz bor. I haven't got my bag. Demakchi mening somkam yo'qdirdi, somkam yo'q. Degan gap bo'ldi. Xo'sh, endi mushlar qarab baqsaq savodashlar, mush have bilan keladigan bir necha so'zlar bor. Masalan, have a walk. A walk degan piyoda ma'noq emas, ma'noda have a walk bo'lsa, sayl qilmoq. Masalan, bog'chalarga chiqib, yo'llarga chiqib, bunda piyoda sayl qilish degan nima deymiz? Have a walk. Okay, have a walk. And have a shower. Okay, and have a shower. Xo'sh, and shower deganimiz nima desanlar? Shower deganimiz nima desanlar? Munchuq tushmak. Aratima shower deganimiz ma'lum ustaramanda suv sharaqlab yan bo'yaqandek tushirganim bo'lsa, have a shower deymiz. Agar hamda vannig'imda o'zab baygo'jamildek tushsanlar nima have a bath bo'ladi. Okay, bath degan neyimiz? B-A-T-H. Bath. Janavna, have a bath. Okay, hamda paranglashayli bo'lsa, have a talk. Okay, have a talk. Okay, hamda bu yerga have a talk. Paranglashayli. Shunami? Va bir oramalayli. Hamda bu yerda tamoq chekin. Have a cigarette. Have a cigarette. Bir tal tamoq, shunami? Have a rest. Dam olayli. Tanaffus qilayli. Shunami? Have a rest. Have a rest. Shunami? Have a rest. Have a rest. Demek ki şu have bilen nurg'un ma'nosi var savatlaşlar. Demek yemek, içmek, armanmak, okumak nayet köpe. Have'nin keyinden nima? Bir isim. Have a walk, have a talk, have a rest, have a shower, have a cigarette. Have a cigarette degandek. Okay. Xo'sh, bizningki oldingi darslarni takrorlashimiz mushagich bo'lsin. Hamda bugungi dars lesson 20, a man in a boat. One man in a boat. Qayiqdagi bir odam. Okay. Qaranglar, birinchi so'z nima ekan? A fishing. Okay. Xo'sh, hamda fish degan nima? Baliqlar bo'lgan ekan. Hamda fishing deganimiz nima? Okay, fishing baliq tutish resimda ko'rib tura olasizlar, shunami? Okay, I'm not interested in. Kim qiziqar ekan ma'vo? Do you interested in fishing? What about you? Do you interested in fishing? Baliq tutish qiziqamizlar bolalar? Okay. Yaxshi. Ammo shu tadqiqotlarga asoslanganda, shu baliq tutishga bir qadamda qanday nihoyatda savrchan kelgan. Endi shaxsan men qanday desanglar, shu baliq tutish bilan ancha xo'sham yo'q. Endi bu odamninki qiziqish o'xshamaydi emasmi? Nima desanglar, bir ishni bir qilibmicha bo'lib qolmaydigan bir xo'yin bor-ku. Lekin endi buning har xil ortiqchilik bo'ldi va albatta yetarsizliklar bo'ldi. Demak hamda shu odamlar har xil shu o'xshamaganlik uchun bu dunyo go'zal shunami hamda. Demak interested in, masalan, I'm interested in fishing. Okay, men baliq tutish qiziqman. Personally, I don't interested in fishing. Okay, I'm not interested in fishing. Shunami? Men baliq tutishga qiziqmayman. Okay, what about a man is interested in fishing?
Demekçi the man likes fishing degan gap bo'ldi. Xo'sh, aniqda bugungi darsimizda bir odamninki aytdi, shu beliq tutish deganga aytdi. Havisi bor, qiziqishi bor ekan-ku. Endi shu odamninki hikoyasini bir anglab boqamdiq. Allohda shu yangi so'zlarga qarab boqaylik. Qaranglar. The fisherman with boots caught a big fish. Okay. And the fisherman beliq tutquchi. Beliqchi, shunami? Eliqi beliqchi with boots. With degan bilan billa, shunami? Demakchi yo kiyib olgan, yo shuning bilan ustir bor, shunami? With boots. Endi men yerga boot. Boots deganimiz qarasanglar, nima dersanglar o'tuk. Boots deganimiz nima dersanglar? O'tuk. Endi kichik vaqtlarimiz, oy meni bootsim deydik-ku. Boots liqat. Oyog'ini bunday qo'nji. Boots deydik-ku. Endi bu nima? Boots, o'tuk degan gap. O'tuk degan shikpoy keldi emasmi? Shunga keyingi ma asqatilga yeri bor. Boots. Nima with boots demakchi? U qanday o'tuk kiyib olgan nima? Beliqchi. A big fish, yo'g'on bir beliqni qanday qildi? Tutdi. Xo'sh, hamda fisherman. Fish, beliq, fisherman, beliqchi. Fisherman, demakchi beliq tutgan odam. Shunaqa hold something. And hold something degan emas, shu catch something. Shunga ham bir nima o'rgangan u? Catch. Catch. Shunami? Demak, catch degan tutung degan gap. Hamda catch a fish. Bir beliq tutmoq. Buning o'tgan bitgan shakli caught. Catch, caught. Nima? Catch, caught. Demak, hamda shunga the fisherman with boots caught a big fish. O'tki olgan o beliqchi yo'g'on bir beliqdan birini qanday qildi? Tutdi. Catch, tutmoq. Boots, o'tuk. Fisherman, beliqchi. Qaranglar. Bu resim qarasanglar nima? Are they going to climb over the wall? It's a waste of time. Okay, qaranglar. Ular ham tam o yağmış o'tibdimi? Yağmışıptı chiqolmabdi. Yağmışıptı chiqolmabdi. It's kind of what? It's a waste of time. Okay. And ular tam o yağmışmoqchi. Nima desanglar? Climb over the wall demakchi shu tomdan olqimoqchi. Nima? It's a waste of time. Okay, endi shu yerga waste. Diqqat qilinglar, waste. And the waste deganimiz nima? Desanglar shu isrof qilmoq degan gap, isrof qilmoq. Demak hamda you are wasting your time. Siz vaqtingizni isrof qilyapsiz. Demakchi vaqtingizni behuda o'tkazib o'tib borsiz. Demak hamda unum bo'lmagan ishga bir narsa sarf qilish waste bo'ladi. Masalan, waste of money, pulni isrof qilmoq degan gap. Demakchi don't waste your money on silly things. Save it. And don't waste your money. Pulni isrof qilmang. On ustiga. Demakchi money on silly things, not ahmoqona ishlar. Silly. Are you silly? Sen ahmoqma, do'tma. Shunami? Silly things, ahmoqona ishlarga save it, saqlang. Demak endi pulingizni bir ahmoqona ishlarga sarf qilmay, qanday qiling? Isrof qilmay, yig'ing, save it. Save it. Yig'ib qo'ying. Yoki bankaga yig'ing, yo uyingizga yig'ing deganda shunami? Waste money. Pulni isrof qilish, waste time, nima? Vaqtni isrof qilish. Okay, waste life. Okay. And that sure wasting your time means wasting your life. Demak hamda vaqtingizni isrof qilganlik, naqs o'zingizning hayotingizni isrof qilganlikdir. Bu to'g'ri endi. Time is life. Life is time. Vaqt degan shu oyat demak vaqt demak. Shunami? Demak, don't waste your time, all right? Okay, and the waste on something. Demak, waste money on pulni ma'lum narsaga sarf qilmoq. Waste time on demak shu pul, vaqt bir narsani ma'lum narsani ustiga sarf qilish bo'lsa, waste bo'ladi. Bu birsini yeydigan oziqlik zanjiri ekan-ku. Do you realize that sometimes you are not the hunter? Okay. Siz his qilamsiz, ba'zida siz qanday emas, ovchi emas. Endi men yerki hunter. Balkim siz ma'lum jismga nisbatan ma'lum narsaga nisbatan siz ovchi hisoblanasiz. Lekin
yana boshqa cho'ngroq narsalar uchun siz o'lji bo'lib qolasiz. Xuddi mana bu rasmga o'xshash bundan keyin nurg'un falsafiy ma'nolarni aytib ko'p. Demak, do you realize siz his qilamsiz that mushuning keyindikisi nimani his qilganligi va sometimes you are not a hunter. Ba'zi siz doim bunda nima emas, ovchi emas. Albatta, o'ljaga aylanib qolgan bo'lishingiz mumkin. Again, realize, real degan real degan gap, realize reallashmaq, demak his qilmoq. Shuni tunib yetmak degan gap. Okay. Realized deganimiz nima masalan, tunib yetmak. Masalan, she realized his wish of becoming an actress. U o'zininki bir nima actress, bir ayol artist bo'lish bir orzusining umidining borligini qanday qildi? His qildi. Demak, realized her wish of becoming an actress. Bir ayol artist bo'lish shunday bir umid orzusining borligini qanday qildi? His qildi. Demak, hamda musharika realize deganimiz savolashlar make something come true. Shu his qilmoq. Xo'sh, hamsa abay o'rgangan mush so'zliklarimizni bir takrorlab o'taylik. Hamsa men tutashtirib boqamsizlar bolalar. Buningda masalan catch, waste, unlucky, old, realize degandek so'zlar bor ekan. Uningdagi me'yorga fish, one important thing, boots and rubbish, fisherman and time. Avval hamsa ijlimizga o'tib vaqt beraylik. Sizlar shuni o'qib, tekstni o'qib, hamsa shuni tutashtirib boqinglar. Boshlandi. All right, finished. Hands qaranglar. Catch. Nimani catch qildik ekan bolalar? Catch fish. Yaxshi. And the waste nima? Nima pul bilan nim deganda vaqt, waste money, waste time, shunaqa. Unlucky. Odatda buni nimani sifatlashgan? Unlucky fisherman, shunaqa. Yani old, boots and rubbish. And realize one important thing. Bir narsani qanday qilish, his qilish. Xo'sh, hamsa tekstimiz kelaylik savolashlar. Avval hamsa shu tekstni bir qatim nihoyatda tafsiliy anglagandan keyin, undan keyin biz nima bir necha tanlash savollar bor. Shuning bir javob bersanglar. Xo'sh, hamsa listen carefully. Lesson 20. One man in a boat. First listen and then answer the question. Why is fishing the writer's favorite sport? Fishing is my favorite sport. I often fish for hours without catching anything. But this does not worry me. Some fishermen are unlucky. Instead of catching fish, they catch old boots and rubbish. I am even less lucky. I never catch anything, not even old boots. After having spent whole mornings on the river, I always go home with an empty bag. You must give up fishing, my friends say. It's a waste of time. But they don't realize one important thing. I'm not really interested in fishing. I am only interested in sitting in a boat and doing nothing at all. Okay, finished? Good. And listen and choose. Okay, look at the first picture. Fishing is his favorite sport. A. B. Fishing isn't his favorite sport. I say favorite sport mode or isn't favorite sport mode. Nima fishing his favorite sport and the favorite degan eng yaxshi ko'radigan shunami? Okay, endi mana ikkinchi rasm qaranglar. He never catches anything. He catches something. O hech qanday narsa tutib olmadimi yoki bir narsa tutdimi? Okay. He never catches anything. U hech narsa tutib olmadi shunami? Okay, endi keyingisi qarasak, nima? What is his favorite sport? A. Fishing.
be running. Of course, it's a fishing, right? What does he often catch? Of course, nothing. Okay, I'm the So, what do some unlucky fishermen catch? Okay, One, two, ready, go. Okay. Boats and rubbish. So who's less lucky? He, the writer. Less lucky. Does he ever catch anything? Does he ever catch anything? No, never catches anything. So what did his friend say to him? Okay, never give up. It's waste of time. It's a waste of time. Give up fishing. Okay, so is he really interested in fishing? Is he really interested in fishing? No. So what is only thing that interests him? Sitting and doing nothing. Demek nəhayəti bununki xiyali dünyası qanday gəlsənlər, avəşi gençləmə. Andaqda biz bugünkü müştəqisimizdəki language focus, intayım mühim olan bir fokusni bir öyrənib çıxaylı. Ondan ekin gəlsək. Number 1. Yəni instead of catching fish, they catch old boats and rubbish. Okay. Endi mishara majumda savatashlar kitabını sızıb qo'ysizlar. Instead of catching fish. Xo'sh, endi mishara ki instead of ning o'rniga degan gap. Demakchi, beliq tutishning o'rniga ular nima turar ekan? Ba'zi kona o'tiklar bilan axlatlarni. Okay. Nima deysanglar? Mushu instead of. Endi sabaqinglar, siz karavatda yotganning o'rniga abi işlesiniz bo'lmamdi. İşlesiniz kerak qo. Nima deymiz bu shuni? Nima? You should be working. You should be working. İşlesiniz lazım. Instead of lying there in bed. We had a karavat yetib. Nima qilgacha? Demak, instead of ning o'rniga shnama va bu yotganning o'rniga ishlashingizz kerakdi qo. Shnama. Endi nima? It's too wet to go for a walk. Let's go swimming instead. Ama instead deganimizda ayrim kelganda jumlaning oxirida keldi. Demak, hamda nima desanlar? Sirtda sayl qilishga big yo'l. Okay, it's too wet. Yoki yomg'irlik yoki nam yo'l shunami? Let's go swimming instead. Uni o'rniga biz suzib kelaylik-chi. Okay. Shunami? Bu nima desanlar? Masalan, let's go swimming instead of going for a walk. Desanlar qanday desanlar? Tamamen bo'ladi. Okay, endi bu yerga instead deganimiz ham bu yerda ravish bo'ldi. Ravish odatda keyinida keladi. Va instead of bo'lsa, instead of keyinda nima desanlar? Ism yoki nima desanlar? Domain solat keladi. Domain keladi. Masalan, it's too wet, let's go swimming instead of walking. Mana desanlar qanda asosan bo'ladi. Instead of odatda jumlaning o'tirda, instead degan ayrim kelganda jumlaning oxirida keladi. Masalan, it's too wet, let's go swimming instead of walking. Instead of walking. Instead of walking. Okay, I'm even less lucky. Xo'sh, endi men yerga less lucky. Bu shu less lucky deganimiz ta'lilik savollar. Less lucky deganimiz nima desanlar? Shu kimaytmi darcha. Demak, shuniki kimaytish yoki shuning ta'tirmanisiga emas roli bor. Endi bu shu qarama-qarshi ma'noga sayilgan oldi so'z qo'shilg'ichidan masalan on bor. Bu on deganimiz inkor ma'nosi va unlucky. Lucky degan ta'lilik, unlucky degan bitalik. Uyg'urchada bi bor. Masalan, bi normal, bitalik, bi adab
degandek. Nima? Demak, bu shunga o'xshash inglizchada on. Masalan, onni qo'shqini bo'lgan sifatlar qaranglar. Masalan, comfortable, uncomfortable. Demakchi, berahat, rohatsiz, happy, xushal, unhappy. Ko'nglim. Fair, adil, unfair, adil bo'lmagan. Fit, birga mos kelgan yoki sog'lom, unfit, mos kelmagan, sog'lom emas. Able, qodir bo'lmoq, unable, qanday desanglar, qodir bo'lolmaslik. Endi bu keyiniga why qitilgan. Masalan, sifatlar, masalan, son deb qo'yamiz. Bu son deganimiz quyosh, sunny. Ana aytdi quyoshlik. Demakchi, aytdi quyosh parlab turgan. Cloud degan nima? Bulut. Cloudy bo'lsa, bulutliq sifatga aylanib ketdi. Rain degan yomg'ir. Rainy yomg'irliq. Snow, snowy, qorliq. Foggy, tumanliq. Funny, qiziqarliq, ko'klik. Sticky, ana chaplashib qolgan shunami? Demak, hamda bu shu keyingi voy qitilgan nima bo'ldi ekan savoldoshlar? Sifatlar. Lucky, unlucky. Luck deganimiz ta'limiti, lucky ta'laylik. Sticky chaplashangu. And it's waste of time. And the miyarki it's waste of time. And the it's bilan it is ning farqi nima desanlar? Bu yerki it's deganimiz hamda shu narsalar ko'pinchisi nima desanlar? Shu jonsiz narsalarga olmash uning degan gap. Masalan, ishning qalini, no. Demakchilar jo'zining, partining degandekchi. Yoki masalan hayvonotlarga. Masalan, the cat drinks its milk. And bu yerki bir it's degan nima desanlar? Shu ishning o'zining kerak ko'rsatadi. Demakchi, mushuk o'zininki sutini ichdi. And washed its ears. Hamda u tilini qanday, yo'q, quloqini qanday qildi? Yalla dedi. Degandek nima? Endi mush it's bilan it's deganimiz mush it is ning kelimasi sanal qisqartirilsa. Hamda bu itni ko'rsatganni, masalan, vaqtlarni ko'rsatadi, havo rayini ko'rsatadi. Shunami? Masalan, it is 8 in the morning. Hozir soat 6 bo'ldi. Demek ki it deganimiz vaqtni ko'rsatadi, time shunami? Hamda masalan it's sunny today. O'ganda bu yerga itni ko'rsatmoqni havo rayi, demak weather. Demakchi weather is sunny today. Havo bugun qanday? Naytdi quyoshliq degandek. Xo'sh, hamsa, shu tekstni bir retell qilib qanday qildi? Umumisini ko'ra baqali. Masalan, fishing is my favorite sport. Bilik tutush bo'lsa mening eng yaxshi ko'radigan tanarkitim, tantarbiyam. I often fish for hours. Men odatda bir net soatlab qanday qilma bilik tutaman. I always go home. Men doim uyga qaytaman with full bag. Liq bilik qachilangan xolta bilan. Okay. Anda misharki o'zingni bir o'zgartirish qilganda sometimes I never catch anything. Demakchi, my friend says it's waste of time. But they don't realize one important thing. Biroq ular bir muhim narsani his qilmaydi. Yani I'm not really interested in fishing, but sitting in a boat and doing nothing at all. Ular endi intay muhim bo'lgan bir nuqtani isqilmaydi. U bo'lsin nima desanglar, men haqiqatan bu bilik qiziqib ketmayman. Mening endi eng qiziqim sitting in a boat, shu qo'l vaqt o'tirib doing nothing at all. Hech qilmaslikqa. Andaqda shu darsimizdagi shu grammatika nuqtasiga bir qarab chiqaylik savolasdan. Shu grammar focusdan imbaki. Give the correct form of the verb. Qaranglar, shuningki to'g'ri shaklini bir qilib mesela fish is my favorite sport. Bunlar degan olmaydi. Nima? Fishing. Fishing is my favorite sport. Bilik tutish meniki eng yaxshi ko'rgan tanaklim. I often fish for hours without catching anything. Hech narsa tutmay odatda bir necha soatlab qanday desanglar bilik tutib ketaman. But this does not always worry me. Biroq bu meni hargiz qanday qilmaydi, ensitanmaydi. You know, some fishermen are unlucky. Ba'zi bilikchilar intayin bitali. Instead of catching fish, they catch old boots and rubbish.
Ular şu bilik tutuşning o'rniga ular şu kona o'taklarni hamda axlatlarni tutadi. I am even less lucky. Men hatto ulardanmi qanday texmi bitalay. Demakchi ular qirg'andim qanday desanglar bitalay. I never catch anything, not even old boots. Men hech qanday narsa tutmayman. Hatto bir kona o'taklarni. You know, after having spent whole morning on the river, shu butun atdeganni nari o'tkazgandan keyin shu daryo bo'yida o'tkazgandan keyin I always go home with an empty bag. Men doim uyga bir quruq xolta bilan boraman. You must give up fishing. Shunaqa. Siz cho'qim baliq tutishdan voz kechishingiz kerak. My friend is saying it's waste of time. Or bir vaqt sarf qilganlik bu. But they don't realize one important thing. Biroq ular o'yin time o'yin bo'lgan bir nuqtani his qilmadi. I'm not really interested in fishing. Men ishchimdan yoki haqiqiy qiziqarligim nima emas, fishing baliq tutish emas. I am only interested in men faqat birdan bir qiziqargan narsam sitting in a boat and doing nothing at all. Qiziqargan narsam bo'lsa, qo'l vaqt o'tirib, hech qilmaslik. Men at all degan faqatlam degan gap. Xo'sh, hamsa bugungi language focus qarab qo'yinglar. Bu bo'lib musbatlarning ayinga qo'shilgan shakli. Endi bu ayinga qo'shilgan shaklni nima deymiz? Sanlar domingsi deymiz, ha? Domingsi deymiz. Bu nima? Sanlar harakatnom. Demak, shu harakatning nomi. Harakatning nomi ham ism qilib ishlatishgan bo'ladi. Ham shu harakat nom oladi deyishgan bo'ladi. Masalan, fishing is my favorite sport. Okay, hamda nima desanlar, fishing deganimiz baliq tutish. Demak, hamda bu bu nimaga taqalsa shu ism shu. Fishing shu baliq tutish. Hamda fe'l bo'lgan nima baliq tutmoq bo'ladi, tushunaman. Hamda baliq tutish. Fishing is my favorite sport. Demak, baliq tutish bo'lsa nima desanlar, meningki nima eng yaxshi ko'radigan tan harakatim. Hamda bu ham ismga tang, ham fe'llik ma'nosini qanday desanlar o'z ishiga oladi. Shunday bir xususiyat bor arkadaşlar. Hamda buningki shu ayinga qatilgan shakli doing shakli. Odat shakli nima desanlar, doing. Oganda mashanda vanchon bo'lsa nima desanlar, having done. Oganda beydon holat bo'lsa being done. Ans qarab boqinglar. Buni ishlatilishi. Odatda bu doing harakatnomni bo'ldirsanlar, igi bo'la oladi. Masalan, washing the car makes him dirty. Demak, anda washing doing bo'lish, nima? Mashinani yuvish uni mehnat qilyapti. Mehnat qilyapti. Demak, mashinani yuvish deganga mush ibora qanday bo'ladi desam, mush igi bo'ldi. Nima mehnat qiladi? Shu mashinani yuvish mehnat qilyapti. Shu igi bo'ladi-da. Shunami? Anda undan keyin hamda ba'zida odatda nima desanlar, shu dominantsi odatda igi bo'lgan chaqda odatda shu igizga etni shiltib qanday qilmaymiz desanlar, nima qilishgan bo'ladi. Chunki bunda bo'lganda masalan washing the car vaqtida oldi ig'ir keyin yengil xo'rg yengil bo'lib qolgan ishlar emasmi? Shunga hamda buni qo'rchoq ega shakllik ega orqali ishlasak bo'ladi. Masalan, it's no use crying. Demakki hamda crying is no use. Demak, yig'lashning foydasi yo'q degan gap. Haqiqiy egisi nima desanlar, meniki crying. Masalan, it's no use crying. Masalan, studying English is easy. Demak, studying English o'rganish bo'lsa, qanday? Easy, oson. Endi bu 5 uzun poyezdek oxiri kichikkan shunaqa. Ma'no degan bir qisqa jumla, lekin ba'zi jumlalar ana o'zin. Bunda esa qanday desanlar, bir xil o'ng'aysiz, naytib bevosita ma'noni ifoda bermaydi. Shunami? Shunga it's easy studying English. Shunami? It is easy studying English. Ingliz o'rganish nayt oson. Okay. Endi yana birga anda dominantni bo'ldirsanlar, shu fe'lning nimasi bo'ladi, to'ldiruvchi bo'ladi. Okay. Yoki shuningki hamda bog'lovchilarni to'ldiruvchi bo'lib keladi. To'ldiruvchi bo'lib keladi. Masalan, Tom has to finish doing his homework tonight. Endi mishariki has to degan jinsi bo'lishi. Nima? Finish doing his homework. Demakchi, finish doing nimani tugutadi? Doing his homework. Shu topshiriq ishlashni. Endi topshiriq ishlash. Endi egisi nima? Tom.
And has to finish deganimiz nima? Xabar bo'ldi. And demishar doing his homework degan hamda object shu nima? To'ldiruvchi degan shu object shunami? Shuna miyar qanday desanglar? To'ldiruvchi keldi. Masalan, I'm not really interested in fishing. Hamda chim qiziqadi? I. Shunami? Nima qiziqadi? Fishing. Demaganda fishing mishar to'ldiruvchi bo'ldi. Masalan, I like fishing deyli. Men nimaga amroq fishing? Demak, men to'ldiruvchi bo'ldi. I'm interested in fishing. Desek mi qanday desanglar, o'xshash. Okay, hamda qarasanglar ba'zi nimalarga qanday desanglar, to do deganni ing qilishga bo'lmaydigan ba'zi sifatlar bor. Feellar, masalan, enjoy, imagine, demakchi, alga doing qetibchu. Abonga to do qetish qanday desanglar, bo'lmaydi. Masalan, avoid, accept, keep, miss deganga. Masalan, if you keep talking, please leave the classroom. And the miyarga keep talking. Agar davomli gap qilsangiz, darsxonadan chiqib keting, darsxonadan ayriling. Tushunami? And I really enjoy dancing in front of people. Okay, and the misharaka ing şeklinde dancing. Okay. And the moşunun o'xshash ba'zi shu qisqa iboralar bor. Masalan, feel like, cannot help, keep on, be used to deydilar. Masalan, nima desanglar, I don't feel like climbing mountains on the weekend. I don't feel like, nima desam, bunda bir I don't feel like demakchi, shu hafta oxiri shu taqiyamish qanday desanglar, nima desam, toza nim qiyim yo'q. Xohlamayman degandek-ku. Okay, masalan, I'm looking forward to seeing you soon. Hamda nima desanglar, men sizdan looking forward to seeing you. Hamda sizga ko'rishga tashna, taqazza degandek. Okay, hamsa yana bir sizga shu doing shekli, ing qatilgan harakat nomidan yana nima desanglar, qisqa bo'lgan ikki jumlani birsi-birsiga ulashqa ishlaydi. Masalan, he went out of the restaurant. He didn't pay the bell. O restorandan chiqdi, u hisobot qilmadi. Demak, boshqa jumla qaytib etsak nima desanglar, he went out of the restaurant without paying the bell. Agar endi ikkinchi jumla qaytib etganda ham shu ing shaklda olib etsak qanday desanglar, shu qisqa bo'lgan ikki jumla birsi-birsiga qanday qilinadi desanglar, qaytiladi. Okay. Uni degandan shu ba'zilarga inkor qilishdan shu ing qatilgan shaklni olgan natni qaytib etsak, shuni bo'ldi desanglar, inkor bo'ldi. Masalan, he apologized for not writing to you. Okay, endi bu yerda u apologize, u kechirim so'radi. O'zi xoliq aytdi for not writing to you. Sizga xat yozmaganligiga u qana qildi, o'zi xoliq aytdi, kechirim so'radi. Xo'sh, hamsa shu mashqni bir ishlaytayli savollashsa. Masalan, my job is English. Nima? My job is teaching English. Yaxshimish bepilnigan nima qildi? Teaching. Mening xizmatim bo'lsa ingliz tilida dars o'tish. Okay, and is believing. Nima? Singing is believing. Ming anglagandan bir ko'rgan a'lo degan gap bor. Seeing is believing. Demak, endi shu nimaligimi? Seeing is believing. Okay. And the king said the room is over there. Qanday? Reading room. Demakchi qiraatxona deymiz, shunami? Demak, kitob o'qiydigan joy u yerda. Masalan, I enjoy watch TV bo'lamdi? No, ingliz tilida ikki fe'largiz birga kes bo'lmaydi. Shunga I enjoy watching TV. Cho'qim shu do'ming soladi. Demak, harakatdan bo'lish kerak. My letter made me very sad. His not answering my letter made me very sad. Onun mening xitimga javob qaytarmasligi meni nihoyatda parishon qildi. Yoki nihoyat ko'nglimni yerim qildi. Shunami? Keyingisi after his homework. Qanaqa qilgan ekan? After finishing his homework. Hamda bu harakatni yana bir ega bo'lib keldi, shunami? O topshiriqni tugatgandan keyin he went out to play football. O sirtqa futbol o'ynagan. Qanday qildi? Chiqdi. Xo'sh, savollashlar, bugungi darsimiz mishagicha bo'lsin. Topshiriq nima desanglar, so'zlikni 20 qatim yozish, tekstni cho'qim yodlash. Shunga, that's all for today. See you next time. Goodbye.